Mana vatandoshlarim Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi milliy boylik fermer xo'jalik yer maydonlariga tavakkal kelib qoldik. Mana ko'ringizlar. Mana 1 gektar, 1,5 gektar yer maydoniga mana karam ekibdi, karam. Bu chetga eksport qiladigan karam, mana ko'ringizlar. Ikkinchi hosilga ekkan. Marhamat ko'rishni, nihoyat rivoji yaxshi. Hali bu o'sadi, hali bu karamlar mana. Bu karam nihoyatda chet elda eksport qiladigan bo'lsa, nihoyatda qimmat yuradi. Mana Yevropa bozorlarida, Rossiya, Belarus bozorlarida kilogramm buni kamida $2 do'konlarda sotilyapti. Bu karamdan ham nihoyatda katta daromad oladi. Mana izlagan imkon topar, ishlagan tishlaydi deydi ota-bobomiz. Mana ko'ringizlar. Paxtakor tumani fermerlari karamchilikda ishlarni ham yo'lga qo'yibdi mana. Karam. Lekin nihoyatda zo'r ishga qo'l urgan. Bu karam o'z vaqtida keladi, buni 2 oydir, 1 oyda 2 oydir nihoyatda katta daromad beradi. Iloji boricha buni chet el logistik kompaniyalar orqali chet elga eksport qilish masalalarini o'ylab ko'rsa yaxshi bo'ladi fermerimiz. Mana endi ko'ringizlar, mana ikkinchi tarafimiz mosh. Mana moshdan ham mana paxtakorliklar mana ikkinchi hosilga yetgan mana. Mana ko'ringizlar, ro'parada dam olish kuni oilaviy yulish ishlari olib boryapti mana. Ishchilarga berilgan moshlar mana. Ikkinchi hosil. Mana moshlarni ko'ringizlar mana. Mosh nihoyatda zo'r mana. Lekin hali ozroq xom taraflari ham bor ekan. Moshlar endi pishgandir mumkin. Lekin bu moshlarni ham viloyat rahbariyati tomonidan qo'l mehnatidan qochib xitoylik kompaniyalar bilan birgalikda moshni tustovuqni ko'ringizlar, tustovuq, qirg'ovul do'stlarim. Oldimizda qirg'ovul bor ekan, ko'rmabmiz ha. Qirg'ovulim uchib ketdi. Bu kelgusida viloyatimiz rahbariyat tomonidan moshlarni xitoylik investorlar bilan birga qo'l mehnatidan qochib, buni kartofka masalasini o'rib yig'ib olish masalalari bo'yicha ham xitoylik olimlar bilan birgalikda yig'ib terib olish va kelgusida Hindiston kabi katta davlatlarga to'lig'icha eksport qilish, o'zimizdan ortgan qismini eksport qilish masalalarini ham ko'rib chiqayapti ekan do'stlarim. Kelgusida mosh ekkan dehqonlarimiz ham, karam ekkan dehqonlarimiz ham xudo xolasa nihoyatda pulni tagida qoladi do'stlarim. Hozircha qo'lda teryapmiz, qo'lda yulayapmiz. Kelgusida qo'lda yulmaymiz do'stlarim. Kelgusida texnikaning o'zi kartofka qilib, o'zi bir yo'la yig'ishtirib, qopga solgan darajaga olib keladilar. Shuning uchun Paxtakor tuman dehqonlari haloling bo'lsin, karamlardan ham pullarni sandiqqa bosadi ekan xudo xolasa. Moshlar ham nihoyatda zo'r bo'lgan. Mana ko'ringizlar moshlarni. Moshlarni ko'ringizlar mana. Mosh ham uje pishgan, moshlar pishgan mana ko'ringizlar. Endi yig'ishtirib berib olsa, qopga bosadi, pulni sandiqqa bosadi do'stlarim. Haloling bo'lsin Paxtakor dehqonlar, haloling bo'lsin. Qadding dur Paxtakor dehqonlarim. Mana do'stlarim, Paxtakor tumani dehqonlarining ikkinchi hosil moshlari mana. Ko'ringizlar, mosh nihoyatda zo'r bo'lgan mana mosh. Mosh pishgan mana moshlar mana. Hammasi pishibdi mana. Mehnatning mana samarasi mana ko'ringizlar. Hosili ham nihoyatda zo'r mana. Moshlar to'q, moshlar nihoyatda to'q mana ko'ringizlar. Moshlar juda to'q mana. Nihoyatda to'q, hosil nihoyatda zo'r. Qaddingdur Paxtakor dehqonlar. Mana ikkinchi tarafga o'tamiz. Bu fermer haloling bo'lsin. Paxtani 1 yillik mehnatni terib, paxtalarni topshirib, endi moshlarni yig'ishtirib, endi paxtalar topshirib, yonboshlab yotibdi mana, marhamat. Bu tomonlar nihoyat zo'r sharoitlar, tomchilab sug'orishlar qilgan ekan. Mana ko'ringizlar. Paxtani top-toza qilib tergan mana. Hech narsa qolmagan mana. 1 gram paxtaga rejani bajargan. Mana moshlarni ko'ringizlar, mosh mana, mosh. Haloling bo'lsin Paxtakor mana. Mana ko'ringizlar mana. Haloling bo'lsin Paxtakor dehqonlar. Qaddingni ur. Milliard so'm paxtalar pullarni sandiqqa bosing, to'ylar qiling. To'ylar qiling. Bu Paxtakor dehqonlar haloling bo'lsin, haloling bo'lsin. Paxtakorlik dehqonlarning mehnati, zahmat, qurtlari.
moshdan nihoyatda katta hosil bo'lyapti paxtakorlikdan. Nihoyatda zo'r, qop-qora bo'lib pishibdi. Moshlar to'q. Mana paxtakorlik do'stlarimizning, fermerlarimiz paxtalari mana ko'ringizlar. Mana Paxtakor tumanining mehnatkashlari mana paxtalardan rejalarni ortiq bilan bajarib, endi sandiqqa pullarni bosaman deb yonlarga kutyaptilar mana. Marhamat ko'ringizlar. Berib bo'lingan paxtalar. Moshlardan nihoyatda pullarimiz o'zlari moshni endi Xitoy davlatiga eksport qiladi, to'g'risi. Qanaqa ko'zi yetagan mosh bo'yicha eksport ishlari yo'lga qo'yilgan. Hademay boshlanadi. Narx-navosi ham yaxshi bo'ladi. Paxtakor dehqon bozorida moshlar narxlari, lovelar narxlari ham bu yil xudosi yaxshi bo'ladi. O'zimiz ham moshlarni sevib iste'mol qilamiz. Narxlari yaxshi bo'lsa, mana moshdan nihoyatda ko'p daromad olinyapti ekan paxtakor dehqonlar. Mana ko'ringizlarmi, qovundan ham daromad yaxshi, nihoyatda yaxshi bo'ldi. Qovundan daromadlar zo'r bo'ldi. Qani qovunchilar zo'rmisizlar? Voy, qovun zo'rmi, shirinmi? Voy, malatsi. Mana ko'ringizlarmi, qovunlarni, kampir qovunlarni sotishga terib qo'ydik. Mana ko'ringizlar. Bundan ham nihoyatda qovundan ham nihoyatda katta daromad bo'ldi. Hamma ko'rib, aruzdan nihoyatda qimmat bo'ldi. Mana mosh. Haloling bo'lsin paxtakor dehqonlar, haloling bo'lsin fermerlar. Haqqingni ur. Mehnatni qil. Huzurini ko'r. To'y qil, moshini ol. Va pullarni, milliard pullarni sandiqqa silkib bosinlar vatandoshlarimiz, fermerlar. Mana paxta ham terib bo'lingan. Reja ham xudo xolasa ortiq bilan bajarilgan. Sababi qop-qora bo'lib turibdi, orasiga buğdayni bemalol qoladi. Shuning uchun paxtakorlik dehqonlar qoyil, paxtakorlik dehqonlar qoyil.